Eshitdinglarmi? Luvrda 8 ta eksponat o'g'irlanganimish. Fransiyadamiz do'stlar. Fransiyani Louvre nomli muzeydamiz. Parijdagi dunyoga mashhur Louvre muzeyida 19-oktyabr tongida misli ko'rilmagan o'g'irlik sodir etildi. Parisien nashriga ko'ra, o'g'irlik 7 daqiqa ichida amalga oshirilgan. Talonchilar 4 kishi bo'lgani aytilmoqda. Louvredan 9 ta qimmatbaho eksponat o'g'irlangan. Ular orasida Niderlandiya qirolichasi Gartenzia de Bagarne va keyinchalik fransuz qirolichasi Maria Amaliyaga tegishli bo'lgan tillaqosh, marjon va sirg'alar, fransuz imperatritsasi Josefinaning zumrad, marjon va sirg'alari mavjud. Chet elliklar uni o'g'irlab ketishgan emish. Bu Louvre mas'ullari, xodimlari yolg'on gapiryapti. Yolg'onchi bular. Apiristlar. Biz 4 tasini olganmiz, xolos. Qolgan 4 tasini cho'ntakka urib, bizni bo'ynimizga yuklab olishyapti.